Ertalab turdi endi maktabga borishimiz kerak. Bugun necha pul olsam ekan? Soat o'zi necha bo'ldi? Soat 1 bo'pti. Tezroq borish kerak. Olansangchi, necha pul olsam bo'ladi? Bugun qancha yetadi? Mayli, bugun $10 yetib qolsa kerak. Qolganida esa sandiqqa solib qo'yganmiz. Dars o'zi 1:30da boshlanardi, ya'ni 13:30da. Endi esa 13da qilishimiz kerak. Nima yesam ekan bugunga? Rosa ko'p narsalar bor, lekin yeyishim kerak. Xo'p, salat yeb tashlaymiz. Qanday o'tiraman? Yom. Sabzavot yesalar foydali, shuni bilib qo'yinglar. Bo'lmasa kaltakcha deysizlar. Bo'ldi, buni tugatib yeyish menimcha ilojsiz bo'lsa kerak. Mayli, desa cho'bilib olishimiz kerak. Qanday cho'bilamiz? Bo'ldi, yetadi. Endi hojat qilib olishimiz kerak. Buni men videoga olmayman, to'g'rimi? Bo'ldi, endi esa kiyimlarni kiyishimiz kerak. Bu yerda o'quv qurollari bor, olamiz. Bugun matematika bor, ona tili bor, keyin tarix ham bor bugun. Yo'q, bugun bitta tarix bo'lardi. Bugun bitta fan bo'lardi. Demak 1 soat bo'ladi. Xo'sh, bularni olamiz. Endi esa maktab kiyimini kiyishimiz kerak. Xo'sh, endi esa maktab kiyimini kiyib tashlaymiz. Tayyor. Endi esa ketsak ham bo'laveradi. Xo'sh, tezroq shoshilish kerak. O'zi kelayotganda mana bu yerdan narsa olaman yoki tanaffusda ham mayli. Endi esa mana bu yerga sekinda kiramiz va endi mana bu yerga o'tiramiz. Xo'sh, mana bu yerga o'tiramiz va Muhammadali, qalaysan? Meni aytgansan va sen doimda keldim. Sen doimda kelganingami? Shuni bilib qo'y. Sendan doim erta kelaman. Kecha men sendan erta keldim-ku. Bu degani har kuni mendan oldin kelasan degani emas. Sen ham mendan unaqa bo'lmaysan. Xullas, darsni boshlaymiz. Bu Muhammad Yusufdan ruchka so'rab tur, senga beradi-yu. Muhammad Yusuf, ruchkangni berib tur. Yo'q, menda ham ruchkam yo'q o'zi. O'zimga yetyapti ruchkam. O'zi zaxvasi ozgina qolgan. Mayli. Dars boshlandi. Xo'sh, mana bu yerga qaranglar. Bugun biz ekvator chizig'ini o'tamiz. Ekvator chizig'i nima? Bu dunyoda 2ga bo'lib turadigan chizig'i bo'lib, eng qizig'i unda Ekvador davlati bor. To'g'ri, ekvator chizig'iga Ekvador davlati juda ham o'xshash. Xullas, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Nima? Bo'ldimi? Ataga shu xolosmi? Shu xolos. Kim gapirdi? Burchakkadur. Burchakka turishga to'g'ri keladi. Qani mavzuga kuzatib turaychi. Kuzatma, burchakda tur. Qo'lingni ko'tar. Baland ko'tar. Mayli. Darsga qanchaq turasan? Men hazırlashgandim. Mayli, endi shunday turishga to'g'ri keladi unda. Nihoyat dars ham tugadi. Endi bo'lsa uyga ketsak bo'ladimi? Qanday uyga jo'na. Sizlar jo'ratdim. Harakatka bo'lmading, o'g'lim, bo'lmading. Mayli. Hammang ket. Hammalarga omad ertagacha. Xo'sh. Sen men bilan ketasanmi yo'qmi? Nimaga bardan ustiga chiqasan? Adashma, kechirasiz, xullas. Yana bir marta shunaqa qilsang, burchakka kechgacha turasan. Mayli. Kechirasiz. Xullas, men bilan birga ketasanmi yoki yo'q? Sen bilan birga ketolmayman. Men bugun katta ishimga boshqa viloyat tarafga ketaman. Mayli, bo'lmasam men uyimga ketdim. Bo'pti. Xullas, endi biz uyga ketdik. Xo'sh, endi esa do'kondan biror nima olishim kerak. Tanaffusda ham qurib qoldim. Oho, bu yerda nima balolar bor? Xo'sh, bu yerda nima balolar bor ekan? Hey!
salom berishni senga hech kim o'rgatmaganmi? O'rgatgan esimdan chiqib qopti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Necham qizib ketdi, kechirasiz. Ta bo'ldi endi tushunmovchiliklar. Xullas nima bo'lasiz? Mana bunaqa nomingiz nechi pul? Ataka $5. Men 2 ta olaman, chunki menda 2 ta haligiga bor, men ushlang. Endi esa 2 ta olsangiz bo'ladi. Rahmat, endi esa 2 dona olib olamiz. Hech narsa yozishga ham ulgurganim yo'q bugun tarixdan. Bo'pti, endi esa mana kiramiz. Tabayli, endi esa mana bunga hisob qo'yamiz. Endi bo'lsa xo'sh, ozginagina kompyuterga o'tiraychi. Bo'ldi, kompyuterdan ham zerikib ketdim. Endi esa mana bularni joyiga qo'yib qo'yish kerak. Hadi. Yes! Sen kimsan? Nimaga kirib olding? Bu meni o'yim emasmi? Chaq bu yerdan. Yarambas. Chaq bu yerdan deyapman senga men uyimni. Chaq. Chaq boshiga kirma. Chaq tunda yarim kechasini senga. Chaq deyapman senga. Chaq. Chaq bo'lmish. Naqtako'yni bo'lmish. O'zingniki. Endi esa kechqurun bekmenlik qilish kerak. Undan oldin mana bunday qilishimiz kerak. Xo'sh, endi nima esa bo'ladi kechqurunlikka? Mayli, xuddi kiyib tashlaymiz. deb tashlaymizki, bo'lsa sop qo'yamiz. Xo'sh, endi esa nima qilsak bo'ladi? Mayli. Kiyimlarimni yechib qo'yishim kerak. Endi tungi kiyimimni kiyaman. Hadi, ochilmayapti, hammani ochildi. Endi esa tungi kiyimchani kiyib olaman. Ajoyib. Endi esa uxlasak ham bo'ladi. Do'stlar, video tugadi. Agar videolar rostdan yoqqan bo'lsa, like bo'lsa, bo'lib qo'yishlar mumkin. Shaharda sarguzashtlarining birinchi qismi edi bu. Maktabga borish edi. Ikkinchi qismi chiqmasligi faqat sizlarga bog'liq. Ikkinchi qismda men nima qilishim noaniq. Lekin ikkinchi qismda nimadir qilarman. Xullas, video tugadi. Agar video yoqsa, like bosib bo'linglar. Ikkinchi qism bu videoga kamida 5 ta like yig'ilgandan keyin chiqadi. Mayli, 10 ta like yig'sanglar ham bo'ladi. Xullas, video tugadi. Agar video yoqsa, like bosib bo'linglar. Sizlar bilan bo'ldi. Xayr. Sizlarga videoda eng yoqqan joyni yozib qoldirsanglar ham bo'laveradi. Xayr. Kudingni art.